Joriy yilning 7-may kuni Andijon viloyatida bir guruh qizlar o'rtasida sodir bo'lgan holat ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Holat yuzasidan olib borilgan surishtiruv harakatlari davomida voqeaga ijtimoiy tarmoqdagi o'zaro ziddiyat sabab bo'lgani aniqlandi. Ma'lum bo'lishicha, Asaka tumanida yashovchi 2010-yilda tug'ilgan qiz hamda Shahrixon tumanida yashovchi 1997-yilda tug'ilgan ayol o'rtasida Instagram ijtimoiy tarmog'iga joylangan post ostida qoldirilgan izohlar ortidan o'zaro kelishmovchilik kelib chiqqan. Keyinchalik mazkur ziddiyat haqoratli so'zlar va o'zaro tortishuvlarga ulangan. Qiz bola tanishim meni Instagram tarmoqlaridagi postimga haqorat qilib yozgani uchun o'zini lichkasiga yozdim. Menda gapingiz bo'lsa, lichkamga yozing, gaplashib olaylik desam, shu yerda u biroz tortishib ketdik. O'zi chaqirdi meni telefon qilib. Shuning uchun xo'p deb bordim, gaplashib olaylik deb gaplashdik. O'zi xohlab chiqdi o'sha joyga. Men uni pullarini yoki tillasini olganim yo'q, uni urib unga tan jarohati yetkazganim yo'q. Kelishib oldik, endi tushunmovchilik bo'lgan ekan. Shundan so'ng joriy yilning 7-may kuni soat 14:30larda 2010-yilda tug'ilgan qiz va uning kursdoshi hamda 1997-yilda tug'ilgan ayol o'zining bir nechta tanishlari bilan Asaka va Marhamat tumanlari chegarasida joylashgan Adirlik hududiga borishgan. U yerda voyaga yetmagan qizga nisbatan haqoratli munosabatda bo'linib, undan uzr so'ratilgani hamda ushbu jarayon video tasvirga olingani ma'lum bo'ldi. U narsani biz o'zimiz tarqatoramiz deb olmaganmiz, o'zimiz uchun videoga olgandik. Qilgan ishimizdan juda qattiq afsusdamiz va bu holat qaytib takrorlanmaydi, kechirishlarini so'rayman. Men bu qilgan xatti-harakatimning noto'g'riligini tushunib yetdim. Bu qilgan ishimdan chin ko'ngildan pushaymonman va bu holat boshqa qaytarilmaydi. Menga tanish bo'lgan qiz va uning o'rtoqlari bilan gaplashib turgan vaqtimda menga hech qanday zo'ravonlik qilishmadi, tilla buyumlarni olib qo'yishmadi. Biz u yerda gaplashib, yarashib, o'zimiz tushib ketdik. Ayni vaqtda mazkur holat yuzasidan Marhamat tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Hodisada ishtirok etgan shaxslarning xatti-harakatlariga huquqiy baho berish choralari ko'rilmoqda.